Assalomu alaykum Abroruzda Ashaddin muxlislari, bizni kuzatib boruvchi obunachilar. Sizlarga yana yangi partiyamizda Ibrohim akamiz olib kelib qo'yibdilar. Xudo xolasa narxlarini, bulan bo'ylarini, yeb ichishlarini, dastlabki xizmatlarini bir qator yoritib berishga harakat qilamiz. Bugungi sanamiz 21-oktyabr, hafta kuniga seshanba. Do'stlar, bizni ko'rib kuzatib boruvchi akalar, like bosib, qo'llab-quvvatlab, kommentariyaga oluvchilar yuborib turasizlar. Xudo xolasa narxlar bomba bo'ladi. Ibrohim aka, olib kelib oldingizmi aka? Charchamaysiz. Aka, assalomu alaykum. Sizsiz? Xolos aka, bugun kanalda yangimiz. Xolos. Qarti yeri bilan bitta qilmasa, like ham bosmay qo'yish olsin. Narxlar yengil bo'ladi, xudo xolasa. Bittadan like bosib, mana shu kanalga obuna bo'lib qo'ysin, bo'ldi. Boshqa narsa talab qilinmaydi. Xudo xolasa, soni 15 ta bugunga aka, ozgina yo sozgina. Mol tugatishga sotiladi. Puli bo'shatishga. Qaysi tarafdan boshlaymiz endi buni? Aka, mana shu ikkita majinimiz bor. Aha. Pul yengil. Oila bob, ro'zg'or boblarda akalar. Yangi xo'jaliklar uchun mana. Paxtani pulga ham kelaveradi. Aynan. Yurishini qarang aka, chiroyligini qarang buni, rangidan. Bitta torg'il, bitta oq qizil yo qizil olami qanaqa bilmayman, rangi ham aka. Neobishniy svetda. Neobishniy svet. Akalar ko'rib turgan bo'lsalar, bittadan like bosib qo'yasizlar. Sog'lomligini yeb ichardi aka, gapirish kerak yo'q. O'ynab turibdi bola ikkovi ham. Qanchaga garantiya berasiz? Aka 4 kunga garantiya beraman. 3 kunda ishlamaldi sog'lomligi, yedishisini ko'rib olishsin. Agar mol yemasa, ichmasa, nosog'lom bo'lsa, aybi nuqsoni bo'lsa, 4-kunga mol yetib kelsin aka. Xudo xolasa, akalarga havoda yo'qolgan kasalliklardan tashqari hammasiga javob berishadi. To'g'ri, shunday. Aka, narxi ikkovining narxi. Akalasini bir joyga olaman. Bir joyga olaman desa, 13 million 500 ming. 500 ming so'm. 13 million 500 ming so'm ikkovi. Mana 7 million farqili 6,5 million nari. Paxtani pulini yig'ib qo'ydim. Xudo xolasa ikkita hunarchi olmoqchiman deysa, ikkovining narxi aka 13 million 500 ming so'm. 13 ga. O'tib beraman. Kelib turdi. Barakasini bersin. Xudo xolasa Abroruzdan mana chiqsa xayrini qilib beradilar. Akalar buni bittadan ko'rib, xudo xolasa narxlarni ham xudo xolasa yengil bo'ladi. Turishlarni qarang, qonlarni qarang. Ha, shu yerdan. Zabratgan olmang. Qorasidan deysizlarmi, olasidanmi? Hammasidan bor akalar. Orqaga qaytib chiqib kelaverasiz. Romaga endi buni bo'ylarini bir qator aytib o'tsak. Mana ikkita kattasi bor o'zi, ikkita novvasimiz. Aha. Bo'ylari 1 metrdan yuqori ikkovi ham. 1 metrdan yuqori. Oq quloq, oq tumshuq, 100 tali shvetidan boqaman deganlar ekan. Oq quloq, oq tumshuq, oq tuyoqlisidan akalar. Aka mollarni yeyishini sog'lomlama mana aka. Somon yemeraman endi. Somon yemasa mol qaytaraveradi javob. Somon yeyishiga garantiya beriladi mollarni hammasini. Bo'ldi gap. Bu ikkalasini bir joyga olamiz desa qanchaga beramiz? Aka 24 million 800 ming so'm. 25 million deyman. Bo'ladimi? 24 million 800 ga. 12 million 400 ming so'mdan mana aka. Bari 24,5 million olishsin. Barakasini bersin akalar. 24 million 500 ming so'm bo'ldi narxi. 24 million 500 ming mana ikkalasini. Ibrohim endi alohida bittasini o'zini olaman, keyin bittasini tanlab olish olsin, qizig'i yo'q aka. tanlab olishveradi 12 dan. Farqi yo'q. Bo'ldi. Mana aka. Keyingisiga bu ikkalasi, ha? Majinni zo'ridan. Oq quloq, oq tumshuq, mana olib borodasidan aka. Mana liniyalisidan. Orqa holatlarni ham ko'rursiz-da, stoyga holatlari ham zo'r. Oyoqlarning baquvvatligiga bir ahamiyat berib qo'yasizlar. Buni qancha qilamiz, Ibrohim? Aka, ikkovining narxi 17 million so'm. O'taydigan joyda ikkovini bir joyga olishsin. Telefon qilishsa o'tib beraman. 17 ga ketaveradi. 17 million so'mga o'tib beraman. Telefon qilishsa bemalol. Mana stakan tuyoq. Sog'imlari ham joyida, dahshat. 3 ta, 1 2 3 ta. Cho'y ham stakan tuyoq. Narxi yengil. Bo'ylari 90 cm. Egizakka o'xshaydi, cho'lasin, turishini qarang. Buni bo'ylari necha? 90 cm dan plus. 90 plus qo'laverasizlar akalar. Turishini qarang, qonlari yemaydi demaysizlar, mana qarang, qon holatlarini o'zi ko'rib bilib olsa bo'laveradi. Bigiz ko't aka, anaqasi ham yo'q. Mollarni ko'ti ham ketib ham kelishgan. Turishini qarang. Yem ko'rmagan mollar aka, dalani mollari. Buni qancha qilamiz? Arzon bo'lgan. Uchalasini bir joyga olaman. 10 million so'mdan olishdim. Barakasini bersin. O'tib beraman, telefon qilsa yana. Qanchada o'tib berasiz? O'tib beraman. Ha, shu holatga qancha o'tib berasiz? Uchalasini bitta olaman deysiz. Uchovini 29,5 million qilib beraman. 29 dan. 29,5 million so'mga olishdim. 29 ga ketaveradimi? Yo'q, 29 ga qo'shib berishadi, ketadi aka. Barakasini bersin. Abroruzdan banda like bosib, qo'llab-quvvatlab turasizlar. Xudo xolasa narx yengil, bundan ham yengil bo'ladi. Biz narxni kesib qo'yganmiz yo'q. Telefon qilsalaring barakasini qilib. Qo'yilgan narxlar savdo uchun aka o'tib beramiz. O'tilgan narxi sotilmaydi. Albatta. Mana 5 ta 85 ta bo'ylari va shoyliqlari
3 oylik atrofida. Mana bu birinchisi, mana ikkinchisi, uchinchisi. Mana shu olada to'xtaydi mana. Ola 5-inchisi. Aka 5 shomini bir yerga olishsa, jo'natver deysin 8 million 500 mingdan bir yerga mana. 8 million 500 dan. O'tib beraman. Aka bundan so'ramaysiz, lekin telefon qilsa o'zlariga chiroyli qilib o'tib beraman. Baraka bersin. Akalar qolganlarni xudo xohlasa chiroyli qilib o'tib berdi. Dastlabkasini o'ylashmasin aka. 24 soat telefon qilish olsin. Qayerga chaqiramiz dastlabkasini? Dastlabkani aka Samarqandga doğru 5 soat yetkazib beramiz. Bo'ldi. Akalar 12 ta viloyatga yetkazib beriladi. Prosta Samarqandgacha yetkazib, undan uyog'iga kelishilgan holatda yetkazib beriladi akalar. Shunday ekan. Bizni kuzatib boruvchi obunachilar like bosib do'stlarga yuborib qo'yasizlar. Xudo xolasa kanalimizda rivoji uchun manfaatlarini qo'shgan bo'lasizlar. Xudo xolasa biz shu bilan videolarimizni yakunlaymiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Bizni kuzatib borishda davom etamiz.